Assalomu alaykum do'stlar. Marafonimizning 29-kuni va kanalimizning rahbarasi 30-sonli iboli videosiga xush kelibsiz. Ertaga marafonimizning oxirgi kuni. Bugun menda dahshatli yangilik bor. Men notebookimga dual boot qilib Linux operatsion tizimini o'rnatdim. Yaqin kunlarda to'liq Linux muhitiga o'taman va marafon tugagach sizlar uchun o'zimning Linux setupim haqida alohida video chiqarishga harakat qilaman. Bugun esa loyihamiz yakunida fayllar tizimi bilan ishlashning dahshatli muhim siri, ya'ni React'da absolut va relativ importlar farqini o'zimiz yozgan kod misolida ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Demak, VS Code'ni ochamiz. Cartlist tsx faylimizni ochamiz. Bu yerda biz kartni import qilganmiz. Aynan bu relativ import, ya'ni nisbiy yo'l hisoblanadi. Bu slash belgisi hozirgi papkani bildiradi. Agar loyihamiz kattalashib, faylar chuqurlashib ketsa, importlarimiz chalkashib, dahshatli nuqtalarga berib ketadi. Buning oldini olish uchun va xuddi Linux tizimidagidek tizimni ishlash uchun biz ya'ni React absolute import ya'ni bu yerda aliaslaridan foydalanamiz. Bu yerda bu kodning qilishini dahshatli darajada toza va professional qiladi. Bu yerda bunaqa yozilmaydi. Bu aliaslardan mana bunday yoziladi. Plus kart deb yoziladi. Lekin hozir boshqa narsa bo'lib ketadi, shuning uchun hozir kerakmaydi. Plus shu biz absolute importdan shu alias degan narsalardan foydalanish, biz buni tarbiya sessiyasida bajarganmiz. Bu yerda masalan importni bu yerdan bunaqa qilganmiz, layer ham shunaqa bo'lgan. Plus shunaqa gaplar. Biz bugun fayllar tizimini va importlarni toza saqlash bo'lgan professional dasturchining eng asosiy odati haqida gaplashib o'tdik. Linux dunyosiga qadamimiz va bugungi 30-yubiley darsimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz kelasi devloglarda yoki kelasi videolarda albatta Linux muhitim haqida video olishga harakat qilamiz. Hozir men Windows'daman, ko'rib turganingizdek, lekin Linux'ga ham o'ta olaman, chunki men dual boot qildim va shu bilan ham Linux'ga ham Windows'ga o'ta olish imkoniyatiga ega bo'ldim. Ular shunday. Keyingi devloglarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Ertaga marafonimizning eng yakuniy so'nggi kunida dahshatli g'alaba bilan ko'rishguncha xayr do'stlar.